Assalomu alaykum. Kontrakt to'lovini onlayn to'lamoqchi bo'lganlar diqqatiga. Mana bizda hozir Paynet ilovasi orqali kontrakt to'lovini amalga oshirmoqchiman. Xo'p, bu yerdan biz birinchi o'rinda tanlab olamiz. To'lovlarga kirganimizda, xo'p, bu yerda ta'lim turadi. Ta'limni bosamiz, oliy ta'lim turadi. Birinchida oliy ta'limga bosamizda, keyin oliy ta'lim fan innovatsiyalari vazirligi shunga bosamiz. O'zi kirganda mana kontrakt to'lovi, yotoqxona to'lovi, kredit modul to'lovi, ortiqcha to'lovni qaytarish turadi o'zi. Shu yerda biz kontrakt to'lovini tanlab olamiz va bu yerga mana o'zimizni pasport seriya raqamimiz tagida turadigan JSHRimiz bor-ku, PNFL. Ana shuni 14 talik raqamni kiritamiz mana. Kiritgandan keyin davom etishni bosamiz. O'zi kelib chiqadi. Bu yerda kontrakt summasini kiritasiz. Misol uchun oldindan sinab olmoqchi bo'lganlarga misol 5000 so'm to'lab ko'rmoqchisiz. Misoldan 5000 so'm to'lov qilyapsiz. Davom etishni bosamiz. Ma'lumotlarni ko'rsatish chiqadi mana. O'zi mana ma'lumotlarimiz kelib chiqadi. Kimga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin.